Isroildagi AQSh elchixonasi Eron zarbasidan zarar ko'rdi. O'zbekistonliklar ham Erondan evakuatsiya qilindi. Isroil Eron Tashqi ishlar vazirligi binosiga hujum qildi. Yaqin Sharqda avj olgan mojaro mintaqamizga ham ta'sir qiladi, dedi Mirziyoyev. Dubay osmonida uchayotgan samolyot yo'lovchilari Eron ballistik raketalarining Isroil tomon uchirilgan lahzani kamera tasvirlariga yozib oldi. Eron raketalarining Isroilga zarba berish videolarini tarqatish taqiqlandi. Al Arabiya telekanalining Isroil xavfsizlik manbalariga tayanib xabar berishicha, Eron gipertovushli raketalardan foydalana boshlagan. Prezident kameralar faqat jarima yozish uchun ishlayotganini tanqid qildi. So'nggi ogohlantirish: prezident rahbarlarga 2 hafta muhlat berdi. Oxirgi paytlarda jinsiy faollik susayganmi? Hissiyot yo'qoldimi? Peshobdagi muammolar tinchlik bermayaptimi? Endi xavotirga o'rin yo'q. Yangi tabiiy yechim yordamida 5 kunda o'zgarishni sezing. Quvvat tiklanadi, hissiyot uyg'onadi, ishonch qaytadi. Hayotingizdagi kuch va baxt tabiiy yo'l bilan, hech qanday kimyoviy dorilarsiz hayotingizga kuch va baxt olib keling. Bugun sinab ko'ring, natijani o'zingiz ko'ring. Tabiiy yechim, 5 kunda natija. Dubay osmonida uchayotgan samolyot yo'lovchilari Eron ballistik raketalarining Isroil tomon uchirilgan lahzani kamera tasvirlariga yozib oldi. صاروا بالغلاف الجوي. مش بس هيك، ليك البوستر تبعه. هيك عم يعطوهم ولا كأنه عم لا عم يطلعوا. واو، لك بس يصير فوق الغلاف الجوي كيف بيختفي. ايه ما هم طايرين فوق. ليك وين؟ الله اكبر. Isroildagi AQSh elchixonasi Eron zarbasidan zarar ko'rdi. AQShning Tel Avivdagi elchixonasi Eron tomonidan berilgan raketa zarbalari oqibatida kichik zarar ko'rdi. Hech kim jabrlanmagan. Bu haqda Qo'shma Shtatlarning Isroildagi elchisi Mayk Hakabi o'zining X sahifasida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bugun AQShning Isroildagi elchixonasi va konsullik idoralari ishlamaydi. AQShning Isroildagi elchixonasi va konsulligi o'z joyida boshpana berish tartibi davom etayotgani sababli bugun yopiq qoladi. Tel Avivdagi elchixona binosi yaqinida Eronning raketa zarbalari kichik zarar keltirdi, ammo AQSh xodimlari orasida qurbonlar yo'q, deb yozmoqda elchi. Davlat departamenti bir kecha kunduzda Amerika Qo'shma Shtatlarining Quddusdagi elchixonasi hamda Quddus va Tel Avivdagi konsullik bo'limlari mavjud vaziyat hamda mumkin bo'lgan xavfsizlik xavflari sababli 16-iyun kuni yopilishini bildirgan maslahatnoma chiqardi. Isroildagi barcha AQSh hukumat xodimlari va ularning oila a'zolaridan Isroil mudofaa kuchlarining tavsiyalariga muvofiq keyingi ogohlantirishgacha uyda qolishlari so'ralgan. Eron Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Isroil hujumlari boshlanganidan beri 220 dan ortiq odam halok bo'lgan. Ularning 90% tinch aholi vakillaridir. Eronning bir kechada uyushtirgan raketa hujumlari oqibatida Isroilda 3 kishi halok bo'ldi, 70 ga yaqin kishi jarohatlangan. Zarbalar bir nechta yirik shaharlarga urildi. Tel Avivda turar-joy binolari vayron bo'ldi. Harbiy bazaga zarar yetkazildi va raketalardan biri AQSh elchixonasi yaqiniga tushib, kichik zarar yetkazdi.
Hayfada elektr stansiyasi va neftni qayta ishlash zavodi shikastlangan. Tehron Isroil raketalarini bir-biriga qarshi ishlashga majburlab, Isroilning havo hujumidan mudofaa tizimini buzganini da'vo qilmoqda. Eron manbalariga ko'ra, havo rusumli raketalar dushman mudofaasiga qisman kirib borish uchun qo'llangan bo'lishi mumkin. Isroil bu da'volarga hozircha izoh bermadi. Al Arabiya telekanalining Isroil xavfsizlik manbalariga tayanib xabar berishicha, Eron gipertovushli raketalardan foydalana boshlagan. Fattah mana shu turdagi raketa bo'lib 1400 kilometr masofani bosib o'ta oladi. U Isroilga yetib borishi uchun 6 daqiqa 40 soniya talab etiladi. O'zbekistonliklar ham Erondan evakuatsiya qilindi. Eron va Isroil o'rtasidagi keskinlik ortidan O'zbekiston fuqarolari Turkmaniston orqali Erondan evakuatsiya qilindi. Bu haqda Turkmaniston Tashqi ishlar vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, Yaqin Sharqda yuzaga kelgan vaziyat bilan bog'liq ravishda Turkmaniston tomonidan xorijiy diplomatlar va ularning oila a'zolari, shuningdek hozirda Eron hududida bo'lgan boshqa fuqarolarning chiqib ketishi uchun o'z hududini taqdim etish bo'yicha zudlik bilan choralar ko'rilmoqda. Bugungi kunga qadar Turkmaniston davlat chegarasini nazorat o'tkazish punktlari orqali O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Ruminiya va boshqa davlatlar fuqarolaridan iborat taxminan 120 kishi kesib o'tgan. Ularga avtotransport, ovqat, mehmonxona xizmati va zarur birinchi ehtiyoj vositalari taqdim etilgan. Gumanitar missiyani amalga oshirish doirasida Turkmanistonning tegishli davlat organlari, xorijiy davlatlarning diplomatik missiyalari va xalqaro tashkilotlar bilan yaqin hamkorlik qilmoqda. Shu munosabat bilan Turkmaniston Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan ushbu davlat tashabbusi bilan e'lon qilingan Xalqaro tinchlik va ishonch yili doirasida insonparvarlik, xalqaro hamkorlik va yaxshi qo'shnichilik tamoyillariga sodiqligini amalda tasdiqlamoqda, deyiladi xabarda. Isroil Eron Tashqi ishlar vazirligi binosiga hujum qildi. Eron Tashqi ishlar vazirligi rasmiylarining aytishicha, Isroil Tehrondagi vazirlik binolaridan biriga hujum qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, hujumda tinch aholi jarohatlangan. Hujumdan keyin u e'lon qilgan fotosuratda institut kutubxonasiga zarar yetgani aks etgan. Eron Tashqi ishlar vazirligiga qarashli Siyosiy va xalqaro tadqiqotlar instituti Tehron shimolidagi Neaveran mahallasida joylashgan. Yaqin Sharqda avj olgan mojaro mintaqamizga ham ta'sir qiladi, dedi Mirziyoyev. O'tgan haftada Eron va Isroil o'rtasida avj olgan mojaro nafaqat Yaqin Sharq, balki Markaziy Osiyoga ham ta'sir etmay qolmaydi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Tinchlik, adolat va inson qadrini ulug'lashga bo'lgan ehtiyoj har qachongidan ham oshib boryapti. Shu bois har bir hokim hududidagi, vazirlar esa tarmog'idagi imkoniyat va xavflarni oldindan ko'ra bilib, proaktiv, ya'ni topshiriq kutmasdan o'zi tashabbus ko'rsatib ishlashga o'tishi shart. Eng muhimi, aholi va biznes bilan muloqotni yanada kuchaytirish, ular so'rayotgan masalalarni tez hal qilib berish bu rahbarlarning asosiy vazifasi bo'lishi kerak, degan davlat rahbari. Qayd etilishicha, o'tgan 5 oyda O'zbekistonda sanoat 6.4% ga o'sgan, eksport 18%, xorijiy investitsiyalar 46% ga oshgan, qiymati 3 milliard dollarlik 2,5 mingdan ziyod yangi quvvatlar ishga tushgan, 2 million 400 ming odam daromadli bo'lgan. Lekin kuni kecha dunyoda yana bir mojarolar o'chog'i avj olgani nafaqat Yaqin Sharq, balki Markaziy Osiyo mintaqasiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Eron raketalarining Isroilga zarba berish videolarini tarqatish taqiqlandi. Isroil xavfsizlik vaziri Ben Gvirning aytishicha, milliy politsiya Eronning Isroilga bergan ballistik raketalarni suratga olgan har bir kishining orqasidan tekshiruv o'tkazadi. Shuningdek, u hukumat Eronning ballistik raketa hujumlari haqidagi xabarlarni xalqaro ommaviy axborot vositalarida yoritishni cheklashni ham ko'rib chiqishini aytgan. Prezident kameralar faqat jarima yozish uchun ishlayotganini tanqid qildi. So'nggi 7 yilda yo'l qurish va ta'mirlashga berilgan 61 trillion so'mning asosiy qismi xalqaro va respublika yo'llariga to'g'ri keladi. Lekin o'lim bilan bog'liq avtohalokatning 75-80% ham shu yo'llarda bo'lyapti. Bu haqda 16-iyun kuni amalga oshirilayotgan islohotlar natijadorligi, hududlarda ishlarning borishi, aholini o'ylantirayotgan masalalarga yechim topish yuzasidan Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida ma'lum qilindi. Aholi jamoat transporti sifati va tirbandliklardan
mutlaqo norozi ekani qayd etildi. Aholining yana bir e'tirozi yo'llardagi kameralar dislokatsiyasi. Ular faqat qoidabuzarlikni qayd etib, jarima yozish uchun ishlayapti. Bu kameralar aslida transport oqimini boshqarish, tirbandlik va avariyani kamaytirishga xizmat qilishi kerakligi ta'kidlandi. Chorraha, chiziq va yo'l belgilarini to'g'rilash, svetoforlarni aqlli boshqaruvga o'tkazish bo'yicha ishlar sustligi tanqid qilindi. Poytaxtda transport harakatini sun'iy intellekt asosida tartibga solish bo'yicha taqdimot qilinganiga ham ancha vaqt bo'lgani, lekin natija yo'qligi ko'rsatib o'tildi.